qiziq bir hissiyotlar bo'layapti. Mana shu Qo'qon shahriga kelganda hali bu O'rdaga kelmasimizdan burun ham qandaydir hattoki Toshkentda ham kuzatilmaydigan mana shunday kolorit, erkinlik koloritini sezdik. Ayniqsa kechki Qo'qonda yurganimizda xuddiki o'sha Istanbulning qaysidir elementlarini eslatdi, hattoki ayrim ko'chalarni xuddi Istanbulda yurganday bo'ldik. Va umuman Qo'qon aholisining bir o'zini tutishi ham bir katta shaharlardagi insonlarning, demak, o'zini tutishiga o'xshash bir erkinlik ruhini sezdik. Ayniqsa mana shu kechqurun soat 22 lar atrofida mana shu hududga keldik va xuddi mana shu Istanbuldagi Fath masjidining oldidagi bir holatni ham ko'rdik. Ya'ni bu yerda bolalar o'ynayapti. Mana shu kechki vaqt bo'lganiga qaramasdan yaxshi yoritilgan